أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 31. Sure Luqman Mekke'de nazil bo'lgan 34 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Bu hikmat kitobning oyatlaridir. O ta'dil arkam bilan namoz o'qiydigan, Allohning rizosini tilash yuzidan ko'ngil ozodligi bilan zakat beradigan va oxiratga jazman ishindigan yaxshi ish qilguvchi kishilarga hidoyatdir va rahmatdir. Aşılar yani yuqorqi sifatlarga ega kishilar Parvardigorining to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir, ana shular maqsadga erishguvchilardir. Ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxir qiladi. Ana shular xor qilguvchi azobga duchor bo'ladi. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki qo'liga eg'irlashib qolgandek Allah'ın ayetlerine kulak selişten tekabburluk bilen yüz öğreydi. Ey Muhammed, onun qattiq azap bilen xushxabar bergin. Şübihisiz ki, iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlar nazu nimmetlik cennetlerge kiradi. O cennetlerde ular mangu qoladi. Bu Allah'ın ras va'disidir. Allah va'disiga xiloflik qilmaydi. Allah g'olibdir, hikmet bilen ish qilguvchidir. Allah osmonlarni to'riksiz yaratdi ki, sizlar uni ko'rib turibsizlar. Yer tavrab sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Zaminda turli jondorlarni taratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Mana bular Allohning yaratgan maxluqotlardir. Menga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Balki zolimlar o'p-ochiq gumrohlikdadir. Biz Luqmonga haqiqatan hikmat ato qildik. Uningga aytdikki, Allohga shukr qilgan, kimki shukr qiladi ekan, o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimki kufrlik qiladi ekan, shubhisizki, Alloh bandalaridan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. O'z vaqtida Luqmon o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagan, sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Anisi onu qo'rsig'ida üstiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Menga toat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, u uyul tashning ichida, yo osmonlarning qetida, yo zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchiki ko'zatguvchidir, hammadan xabardordir. Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'dil arkam bilan o'qigin. Kishilarni yaxshilikqa buyurgin. Yamanlıqdan to'sqin. Sana yetken külpetlerge savr qilgin. Chunki haqiqatga da'vat qiluvchi arziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilish uchun iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Zaminda g'odiyib mangmagin. Alloh haqiqatan haqqovur, o'zini cho'ng tutquvchilarni do'st tutmaydi. O'tir hal mangin, ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Bilmamsizlarki, Alloh osmonlardagi va zamindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yo'shirin, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh borida jidallashadi. Agar ularga Allah nazil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bovlarimizning diniga ergishimiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yana ota-bovlarining diniga ergishamdi. Yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Kimki kofir bo'ladi ekan, onun küfri seni kaygıga sanmasın.
Ular bizning dargoyimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillardagini bilib turg'uchidir. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramon qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Aytqinki, jimi hamd sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi uqmaydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Alloh haqiqatan maxluqotdan va ularning ibodatidan behojatdir, madiga loyiqdir. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyo bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdami, Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Allahning kechini kunduzga va kunduzni kechaga kirgizdiganligini, kun bilan oyni bo'ysundirganligini ko'rmamsan? Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomatgacha o'z orbitasida sayr qiladi. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Bu shuning uchunki Allah haq ilohdir. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari botildir. Allah olidir, buyukdir. Ko'rmamsanki, kemalarning Allohning marhamati bilan dengizda yurishi Allohning sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatishi uchundir. Buningda har bir sabr qiluvchi, shukr qiluvchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. Dengizda ularni tog'lardek do'lqinlar o'rib olgan chaqda, ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Allah ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib quruqlikka chiqargan chaqda, ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor, Allohning ne'matlaridan tangan odamlar inkor qiladi. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarini o'rindash, ma'ni qilingan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, bolami otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning aposining kengligi bilan aldishiga yo'l qo'ymanglar. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Va jidondagilarning nima ekanligini, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qiladiganligini, yana uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi-yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Allah haqiqatan bütün ishlarni bilib turg'uchidir, shaylarning ishki va tashqi taraflardan to'liq xabardordir.